Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning shifoliq dorilari degan kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema qo'yning quyruqi. Qo'yning quyruqi. Qo'y go'shining ahamiyati to'g'risida so'zlab, eg'iz uxpiratmasaqmi, uning tabiatining quruq va issiqligi, zaharsizligi, bu vaqt chaqda badanda qolgan og'riqlarni davolaydiganligi, yaldan bo'lgan ojizliklarni, ko'p tarlashni, tug'utdan keyingi mag'dursizlikni, qattiq og'riqdan keyin yuz beradigan ojizlikni davolashdagi unimining yuqoriligi hammaga ma'lum. Qisqasi, u inson uchun intayin quvvatli ozuq. Endi uning quyruqichi. Uyg'ur tibobatchiligiga oid kitoblarda ta'kidlanishicha, qo'yning quyruqi badanda yog' paydo qiladi. Yal zaharlarini qo'g'laydi. Tug'utdan keyingi qo'rsoq mujib og'riqlarini davolaydi. Yuzdagi dog'larni ketkizadi. Har xil dorilar bilan ishlatsa, teri kasalliklarini davolaydi. Tajribadan ma'lum bo'lishicha, qo'yning quyruqi dovsunga sovuq tekkangimi foyda qiladi. Buning uchun kuydirilgan quyruq yog' bilan dovsunni maylab, issiq narsaga qoqlanish. Bu usulni har kuni oqshimi yetish oldida uda 5 kun. Uningdan ortiq bo'lsa texim yaxshi. Davomlashtirish kerak. Shuni asdan chiqarmaslik kerakki, davolanayotgan chog'da bemor o'zini issiq tutishi, sovuq suvga cho'milmasligi kerak. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, qo'yning quyruqi cho'nglarga qaraganda kichiklarga ko'proq ishlatiladi. Masalan, kichik bola yeshindirilib, issiq yerda uning ugisi quyruq yog'da yog'lanadi. Yana qaynatilgan sutga silib ishkiziladi. Buning bilan yengil bronxit og'riqlarimi yo'talmasa qo'yadi. Kichik bolalarda sovuqqa eshib og'rish. Bu haqda ayrim so'zlandi. Kesili bo'libmi, o'g'il bolalar hayotida to'limi ko'p uchrashadi. Narsida ko'zlarining paxtasi o'rlab, chiroyi tatrong'i bo'lsa, gajgisi kayniga tortib bearam bo'lsa, demak, u bolaning sovuq qochgan. Mundaq ahvolda doktorga borsangiz, balangizda vitamin yetishmasligi kesili bor ekan, deydi-da, nurg'un narsalarning tizimligini qo'lingizga tutqizib qo'ydi. Mubada u vitaminlar narasidining kesilini saqaytibsa, pushayman yo'q. Buning aksichi bo'lganda, bola nimjon bo'lib, anaga jafo bo'lib qalaveradi. Bu og'riqdan qutulish yo'li qo'yning kuydirib ilingan quyruq yig'ini ishlatishdir. Ba'zilar bu yog' bilan bolalarini uzoq mazgillargacha maylab turadi. Ba'zilar dorini kuchlantirish maqsadida uningga yeng aralashtirdi. Ba'zilar bo'lsa quyruq yog' bilan skipidar aralashtirilib, hatto o'pkiga sovuq tegishga qarshi ishlatildi. Ba'zilar bu dorilarning miqdori qanchalik bo'lishi kerak deb so'rashi mumkin. Shaxsan men ularni ahvolga qarab taxminiy o'lchamda elib yasadim. Shunga dori yasaganda bolaning ahvoliga qarang demoqchiman. Aytib qo'ydigan yana bir narsa, har qanday kasal bir yoki 2 qitim dori ishlatish bilanla saqayib ketmaydi. Og'riq patmanlab kirib, misqallab chiqadi degan gap bor. Bu bekor aytilmagan. Narisidini bu dori bilan davolaganda sabr qilib, erinmaslik, yerim yo'lda yaltayib qolmaslik yoki aldirab dori almashtirmaslik kerak. Bu qat'iy talab. Faqat sabrchanlik qilgandala yaxshi unumga erishgili bo'ldi. Momam rahmetining bir odati faqat ko'z oldimdan ketmaydi. U har qitim kechlik tamoq etganda qozonga bir parcha quyruq mayni silib qo'yatdi va pishqanda elib navralarga sho'rtatdi. Bundaq oziqlangan bolaning organizmida sirtdan bo'ladigan salbiy ta'sirlarga qarshi turish iqtidori eshib, aldirab kasal tegmaydi. Momam ana shundoq kutkashga ukalarim orasida kichkida o'pkisiga sovuq tegish ahvoli asli ko'rilmagan edi.
Şəxsən özümmü öpkügü soğuq degişinin nemiligini faqat yeşim 50-dən aşqandila andın bildim. Toqçılıq nemi degizmeydu, yoxsuzluq nemi yegizmeydu degендek. Rast, hazır nahayet ağır şarait yaşayatımız. Quyruqmay tepilmaydı. Tepilgan taqdirdimi qimmat. Biroq pulning ko'ziga qarashning hojati yo'q. Hozir 5-10 so'mning ko'ziga qarasangiz, at o'gun balangizni davolatish uchun yeningizdan minglagan pul bilan hisoblash mumkin bo'lmaydigan jafos chiqadi. Bir odamning og'riqi oiladagi jimiki kishilarning, shundoqla urug' tuqqanlarning xotirjamligiga ta'sir qiladigan ish. Shunga balaga kichigidan boshlab g'amxo'rlik qilish to'g'ri demoqchiman. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.